Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Everest Kambek va yana bugun astral olam mavzusiga qaytamiz. Xo'p, kommentda oldingi videomda ko'pchilik so'ragan ekan. Astral olamda nimalar bo'ladi? Astral olamda nimalar qilish kerak? Astral olamga tushganda u yoqdagi maxluqotlar bilan so'zlashsa bo'ladimi? Astral olamdan yana qaytish mumkinmi? Va shunga o'xshash boshqa savollarni hammasiga bugun javob beramiz. Xo'p, birinchi bo'lib astral olamda nimalar mavjudligi haqida gapirishamiz. Astral olam bu sizning ichki ong osti olamingiz bo'lganligi uchun astral olamda sizning hayolotingizdagi hamma mavjudot bo'lishi mumkin. Siz nimani xohlasangiz hammasi bo'lishi mumkin. Bu 100% fakt. Chunki astral olam bu ong osti dunyosi. Astral olam ong osti dunyosi hisoblanar ekan, demak siz o'ylagan har bir mavjudot u yoqda paydo bo'la oladi va siz xayolingizdagi ishni qiladi. Siz xayolingizda u sizni quvayotganini va u qanaqadir yirtqich mavjudot va u sizni ushlab olib yemoqchi. Shuni o'yladingizmi, bo'ldi, u sizni ortingizdan quvadi. Agarda siz uni uy hayvoni sifatida tasavvur qilsangiz, u oldingizga yumshoqlik bilan keladi. Xullas, astral olamdagi mavjudotlar sizning hayolotingiz mahsuli bo'lganligi uchun sizni hayolotingizda qanday tasavvur qilsangiz xuddi shunday paydo bo'ladi. Xo'p, ikkinchisi, astral olamdagi hayvonlar bilan muloqot qilsa bo'ladimi? Albatta, bu ham sizning o'zingizni tasavvurotingizga bog'liq. Agar tasavvuringizda siz astral olamdagi maxluq emas, umuman ong ostidagi mavjudotingiz bilan suhbat qilishni o'ylasangiz, albatta suhbat qilasiz. Va u siz xohlagan tilda gapira oladi. Chunki nega? Siz uni shunchaki o'ylayapsiz va u shuni bajaryapti. Bu hech qanaqa ruhiy, diniy tomonlama hech qanaqa bir bog'liqligi yo'q. Shunchaki siz o'ylayapsiz, u bajaryapti. Chunki u sizning ong ostingizdagi dunyo. Xo'p, qaysidir ma'noda dunyo ham emas. U shunchaki sizning tushingiz. Xo'p, keyingisi, astral olamdan qaytish mumkinmi? Qaytib bo'lmaydigan holatlar bo'lmaydimi? Yo'q, albatta. Astral olamda hech qachon qolib ketilmaydi. Chunki siz shunchaki uxlayapsiz. Yarim tush holatidasiz. Shunchaki uyg'onasiz va hammasi davom etadi. Va astral olamda siz yarim uyqu holatida bo'lganligingiz uchun oddiy uyg'onishdan ham ko'ra tezroq uyg'onishingiz ham mumkin. Faqat uyg'onganingizda taxminan 5 sekund, 10 sekund qo'lingiz masalan qimirlatolmay qolishingiz mumkin. Xuddiki qo'rquvdan birdan uyg'onib ketgan odam seskanib uyg'onib ketganda qanaqadir harakatsiz bo'lib qoladi-yu. Xuddi shunaqa holat yuz berishi mumkin astral olamda uyg'ongan vaqtda ham. Lekin hech qanaqa u yerda qolib ketish holati, boshqa holatlar bo'lmaydi. Yana ayrimlar savol berishibdi. Astral olamda vafot etsa nima bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi. U yoqda vafot etganingizni ko'rishingiz bilan avtomatik uyg'onib ketasiz. Va to'g'ri, psixologik travma olishingiz mumkin, ozroq qo'rqishingiz mumkin. Lekin hech narsa bo'lmaydi. Astral olam u qanaqadir boshqa olam, parallel olam emas. Hech qanaqa o'zgacha jihati yo'q. U shunchaki tushdagi holat, yarim tush holati hisoblanadi. Shuning uchun astral olamda qolib ketilmaydi. Bu fakt, 100% fakt. Aynan o'zim sinab ko'rganim uchun buni fakt sifatida aytyapman. Keyin yana qo'shimcha qilib aytib o'taman. Parallel olamlar tushunchasi va astral olam tushunchasi ikkalasiga umuman boshqa mavzular. Parallel olamda inson tanasi xuddi o'z shaklida boshqa olamga o'tadi. Parallel olamlar tushunchasiga ko'ra. Endi parallel olam bormi o'zi degan savol berilsa, albatta bu nazariy jihatdan ha deb javob beriladi, ammo amaliy jihatdan hech kim isbotlab bera olmaydi. Agar mabodo portal yaratilib, tana o'z parallel shaklini parallel olamga o'tkazsa, narigi parallel olamdagi, ya'ni A nuqtadan B parallel nuqtaga o'tgan tana o'zini muvaffaqiyatli o'tdi deb o'ylaydi. Ammo A nuqtada qolib ketgan tana o'zini o'tolmadi deb o'ylaydi. Chunki
Parallel olam tushunchasiga ko'ra tana parallel shaklga bo'linishi kerak. Ya'ni bitta tana ikkita olamda ham mavjud bo'lishi kerak. Ya'ni bittasi mavjud bo'lib, bittasi mavjud bo'lmay qolmaydi. Chunki parallel olamlar ikkita mavjud. Shuni hisobiga tana ham ikkiga bo'linishi kerak bo'ladi. Shunga ko'ra A tochkadagi tana bilan B tochkadagi tana bir-biriga uchrashganda albatta ikkalasida ham men haqiqiyman degan fikr uyg'onadi. Nega? Chunki B tochkadagi tana o'zini parallel holatini shakllantira oldim deb o'ylayapti. A tochkadagi esa parallel holat shakllanishi muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Men hech qaysi parallel olamga o'ta olmadim deb o'ylayapti. Lekin ikkalasi uchrashganida ikkalasini o'rtasida ancha muzokara yuzaga keladi. Va siz astral olamda xuddi shu jarayonni o'ylasangiz agar, o'zizni parallelingizni ko'rishingiz ham mumkin. Astral olamda. Agar siz shu narsa haqida o'ylasangiz. Lekin u yerda siz xohlaganingizdek ikkita tanangiz suhbatlashadi. Ya'ni siz o'zingizni tanangizni, masalan, men haqiqiyman, sen soxtasan deb fikrlasangiz, bo'ldi, u o'zini soxtaligini tan oladi. Nega deganda, u ham sizni miyangiz ostida ongiz orqali yaratilgan mavjudot hisoblanadi. Xo'p, astral olam haqida yana qanaqa ma'lumotlar kerak bo'lsa, qiziqsangizlar, xo'p, bemalol Telegram lichkamni qoldiraman. Xohlasangizlar yozingizlar, kommentga fikr qoldiringizlar. Yana nimalar haqida ma'lumot beray. Hammasini 100% faktlar bilan, isbotlar bilan ko'rsatib berishga harakat qilaman. Yana to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, mana shu Telegramdan shaxsan o'zimdan so'rab olishingiz mumkin. Hammaga xayr, o'zingizni asrang.